Assalamu alaykum, hörmətli anlıqçılar. Aram günlərinə yaxşı ötüyotqandı. Yazğıcı Yasıncan Sadıq Çoğlarının Bahadır namı namlıq romanının davamını oxub əməkçimən, qinəmsə, diqqətinlə ümdidardı bolsun. Muhammed Jogi bilan Bürgü Sultan ikki tömən ləşkirini başlap, Udul Toshkentga keldi. Toshkent əmri Şeyx Jamoliddin ularga urushmayla əl bo'lib, sadoqatini bildirdi. Nurg'un mal dunyosini Muhammed Jogi bilan Bürgü Sultonga taqdim qildi. Ularning lashkarlarini oziq-to'liq, yem-xashak bilan ta'minladi. Toshkentni hech qanday chiqim tatmayla olgan Muhammed Jogi bilan Bürgü Sulton Toshkentdan chiqib Shohruxiyaga qarab ilgariladi. Şeyx Jamoliddin o'zining 3000 navkari bilan ularga ergashdi. Shohruxiya qal'asining begi Amir G'iyosdin Bahodir kuchli qarshilik ko'rsatgan bo'lsa-mu, kalkundek bostirib kelgan ikki tumandan ortiq lashkarga tang kelinmadi. Qal'aga bostirib kirgan Bürgü Sulton uni ikki parcha qilib tashladi. Ular Shohruxiya qal'asining besivog'indan keyin Sir daryosidan kechib o'tib, Udul Samarqandga qarab ilgariladi. Samarqand hokimi Amir Majid barliq lashkarlari bilan chiqib, ularning oldini to'sib jang qilgan bo'lsa-mu, tang kelinmadi. Shaharga chekinib qattiq qarshilik ko'rsatdi. Muhammed Jogi bilan Bürgü Sulton Samarqand shahrining mustahkam sepilidan o'tolmadi. Abu Said Mirza buningdan 10 necha yil avval Ubul Xayrxonning yordam berishi bilan bojisi Abdullah Mirzaga qarshi boshlab kelgan dasht qipchoq lashkarlari Samarqand shahrini yetkichi bulang-talang qilib, shahar aholisiga qattiq zulm qilib qaytib ketgan edi. O'sha fojiani esida mahkam tutgan Samarqand aholisi shahar hokimi Amir Majid Begning boshchiligida shahar sepilini qattiq mudofaa qilib, dasht qipchoq lashkarlarining bir qancha qitimliq hujumini o'ngishli chekindirdi. Samarqand shahrini osonlikcha elishga ko'z yetmagan Muhammed Jogi sarkardasi Pishkent o'g'lan bilan o'ng qanot, Bürgü Sulton Toshkent amiri Şeyx Jamoliddin bilan so'l qanot bo'lib, shaharni uzukning ko'zdek qatma-qat qorishib oldi. Muhammed Jogi bilan Bürgü Sultonning har ikkilasi Samarqand shahrini elishga shunchalik oldiraydi. Oldirgan seri mustahkam shahar mudofaasini buzolmaydi. Muhammed Jogi shaharga tezroq kirib, Bo'si Mirza Ulug'bek 40 yil o'ltirgan, Dodisi Abdulla Tubxon Oran 6 oy o'ltirishga muvaffaq bo'la olgan oltin taxtda o'ltirib, qo'ldan ketgan Shohruxiylar saltanatini asliga keltirish taqozosida tut bo'ladi. U Samarqand shahrini qo'liga olsa, Hirotdagi O'g'il Qosim Bobur Mirza kelishvog'ini bo'yicha darhol uningga yordamga keladi. Bu chaqda Sultan Abu Said Mirzaga Mavara-un-Nahr, Farg'ona, Xuroson vodisida put qo'yg'idek yer qolmaydi. Balki chashqonga o'xshash urg'a qilatdi-da, Muhammed Jogi to'liq murodiga yetadi. Bürgü Sulton bo'lsa, bu boy saltanatli shaharga tezroq kirib, bulang-talang qilib, nurg'un mol dunyo o'lja elish vasvasasida oldiraydi. Ammo shahar aholisi tishtirnig'icha qarshilik ko'rsatib, ularning shirin xiyolini ko'pikka aylantirib. Asiyodimiz shaharni elish bilan bo'lib, boshqa taraflarga sal qarovatimiz janobi sarkarda. Dedi Muhammed Jogi chetirda sharob ichib o'tirgan Bürgü Sultonga murojaat qilib. Sulton Abu Said Mirzadan ehtiyot tadbir ko'rib qo'ysak bo'ladi. Shul tapda ul Abu Said Mirza nada, biz nada? Dedi Bürgü Sulton qadahdagi sharobni oldirmay suzib ichib. Abu Said Mirza Husayn Boyqaro bilan mukimakilan o'ynayotdi. Uning Samarqandga qaytib kelishiga xeyli vaqt bor. U yenida o'ltirgan Toshkent amiri Şeyx Jamoliddinga qarab hijaydi. Qandoq dedim janobi amir? Ayni mudda, dedi Şeyx Jamoliddin xushamatgo'ylik bilan. Abu Said Mirza qaytib kelgan taqdirdimi, Husayn Boyqaro bilan elishib berib holidan ketgan sarkar lashkarlari janobi Bahodirmizning shirpanjilik azimatlariga hargiz tang kelinmaydi. Har holda raqibimizni sal chog'lamaydi, dedi Muhammed Jogi jeli bo'lib.
Abu Said Mirza bəkmi tədbirlik hiligar odam. Onun üstüge tasarrufidagi barliq ra'iyat uni qo'llaydi. Ko'rganlar Samarqandliklar oldirab bosh egmaydi. Ularning orasidan sotqinlarni topmoq bəkmi tas. Muhammad Jogi gapini tugitib, Shayx Jamoliddinga adovat bilan qarab qo'ydi. Uning bu qarashida son o'xshash sotqinlar bəkmi oz degan ma'no bor edi. Bu nima deganlari janobi Xonzoda? Dedi Shayx Jamoliddin birdilla chichangshib. Sizlar bilan Bahodir Burgut Sulton hazratlarini qo'llaganligimiz uchun Toshkentlikka sotqin bo'lib qoldik mamdi. Muhammad Jogi gap tepib bermay qizardi. U Shayx Jamoliddinning ha deganda Burgut Sultonning qo'yniga kirib elib, o'zini ko'zga ilmaganligiga qattiq qo'rsiqi ko'pgan edi. Yana bir tarafdan Obul Xayrixonga ming tasdiya urib yurib, Burgut Sultonni men boshlab kelsam, Shayx Jamoliddin uningdan foydalanib Samarqand taxtini tortib olmoqchi degan andishasi bor edi. Shunga u Shayx Jamoliddinga ancha ishonmaydi. Toshkentni qo'lga elibla uni zindonga solmag'iniga pushaymon qiladi. Muhammad Jogining gap qilmag'ini ko'rib, Shayx Jamoliddin yana azvaylashga boshladi. Kishi uchun urush, porduq uchun mo'sh deb, sizlar uchun hech nimamni oymay jenimni silib beribsam, ajab gap qildilar ya Xonzoda. Elitin yaxshilik yomonlik qilib. Kim uchun urush qilib atqanliklari o'zlariga ayon. Dedi Muhammad Jogi qilchilik yuz xatir qilmay. Ko'ngillardagini bir Xudo biladi. Shayx Jamoliddin tatirib ketdi. Ko'ngliga pukkan muddasini Muhammad Jogi bilib qolgandek tashvishlandi. Gerçi o ko'zini Samarqand taxtiga tikmagan bo'lsa-mu, mushu fursatdan foydalanib Farg'ona vodisini bo'lib olishni, bu vodida mustaqil xonlik qurishni ko'ngliga pukkan edi. Shunga Burgut Sultonga to'xtamay xushomad qilib atadi. Bu qitimqi yurishda g'alaba qilib Abu Said Mirzani g'olatsa, jang mevasini Burgut Sultonning taqsimlaydiganligi uningga ayon edi. Burgut Sulton uningga Farg'ona vodisini bo'lib bersa, uningga tayinib Samarqand taxtiga chiqqan Muhammad Jogi g'ing qilolmaydi. Undaq bo'lsa men Toshkentga qaytay, dedi yuragi pokildab turgan Shayx Jamoliddin to'qimini qarniga elib. Bu yerda men ortiqcha odam o'xshayman. Har ikkilari o'zlarini besib olishsalar, dedi da'talashning ching'iga chiqib kelishdan ansirgan Burgut Sulton salo qilib. Hozir bir-birimizga ta'na do'q qiladigan payt emas. Sizlar Xonzoda oliylarining gapini xato tushunib oldilar, janob amir. Xonzodaning andishisining asosi bor. Sulton Abu Said Mirzadan ehtiyot qilmay bo'lmaydi. Barliq kuchimizni shahar qamaliga qartib qo'ysak, navod Abu Said Mirza lashkar boshlab kelib qolsa, oldirib qolamiz. Muhammad Jogi bilan Shayx Jamoliddin biroz past qo'yga tushdi. Ammo bir-biriga tikilgan ko'zlari bakmi adovatli edi. Lashkariy kuch jihatda har ikkilasi Burgut Sultonga beqinib qolg'achqa, uning og'ziga qarashga majbur edi. "Ari", dedi Muhammad Jogi chiroyiga xushomad kulgisi yugurdi. "Janobi Bahodir sarkardiga bildirib qo'ymoqchi bo'lgan muddaimiz mushul edi. Meningcha, biz Samarqand qamalini vaqtincha bo'shatib, Sulton Abu Said Mirzaning oldini Xurosonda to'saylik. Shunda qilsak, orqa tarafdan Husayn Boyqara, oldi tarafdan biz tang iskanjiga ola olamiz. Yana texi Hirotdagi Obul Qosim Bobur Mirza janoblarimi qarab o'ltirmaydi. U bizga va'da bergan." Muhammad Jogi Burgut Sulton boshchiligidagi dast qipchoq lashkarlarini Abu Said Mirzaning lashkarlari bilan tezroq uchrashtirib, bir maydon hal qilg'uch jang qilib, dast qipchoq lashkarlarining kuchi bilan Abu Said Mirzani yo'qotib, Samarqand taxtini ondan qo'liga elishni orzu qiladi. Chunki Obul Qosim Bobur Mirza bilan kelishib olgan bo'lg'achqa, Abu Said Mirza hech qanday yordamga erishamaydi. Uning Samarqandga kelishini saqlab tursa, yo'lbosning toqqa kelishini kutib turgandek ish bo'ladi. Abu Said Mirzani o'z taxtigohi bo'lgan Samarqandda yengish haqiqatan ta'sir. Burgut Sulton uchun Abu Said Mirzani yengish yengilmaslik baribir edi.
Faqat Samarqand shahrini tezroq qo'lga olib, xazinani va shahar aholisini bulab tolishli bo'ladi. Shunga u Samarqand shahridan bek yiroqlab ketishni xohlamaydi. Obul Qosim Bobur Mirzaning va'dasiga bek ishinib ketmislar xonzoda, dedi Burgut Sulton. Husayn Boyqara o'z jinini qutqizish bilan halak. Biz Xorasonga bek iskirlab kirsak, cho'ng xatarga tavakkul qilgan bo'lamiz. Chunki Obul Qosim Bobur Mirza hozirmi Sulton Abu Said Mirzaning homiyligida. Uni o'z hukmdoriga ko'maklashmaydi deb hech kim huddi qilolmaydi. Esimda qilishcha, o'z vaqtida ikkilari bir qatim ko'maklashgan bo'lsa-mu, oxirgi hisobda Obul Qosim Bobur Mirza yana Abu Said Mirzaga itoatkorligini sunib, sizlarga bergan va'dasidan yenib olgan. Uni hozirmi shunday qilmaydi degili bo'lmaydi. Husayn Boyqaraning maydon jang qilg'idek lashkari kuchi yo'q. U faqat aplik yer sharoitidan foydalanib Abu Said Mirza bilan mo'kimo'kilan o'ynayotdi. O'zini kuchli raqibiga tuttirmayotdi. Yig'ib aytganda Sulton Abu Said Mirzani 3 tarafdan iskanjaga ilish hargiz mumkin emas. Oxirgi hisobda o'zimizga yakma-yak jang qilishga to'g'ri keladi. Men Abu Said Mirzadan ancha voyim yeb ketmayman. Ammo lekin sarkar lashkarlarimni qaramliq bilan bu jangga tavakkul qilg'iz olmayman. Ular hayot bo'lsa, ondan men uchun jang qila oladi. Burgut Sulton meni hadisi jangga da'vat qilganing bilan o'zingning qanchalik lashkaring bor edi, da'vat etdi. Uning maqsadini tushungan Muhammad Jo'gi lom-jim deyamadi. U nimani deyalisin? Chunki uning navkarlarining soni 3000 ga yetmaydi. Mundaq bo'lsin, dedi Burgut Sulton buyuk sarkarlarga xos talaffuz bilan so'zlab. Xonzoda oliylarining sarkardasi Pishkent o'g'lon o'z navkarlari bilan Shahruxiya qal'asini saqlag'ach Abu Said Mirzaning xabarini tinglasin. Mirzadan shapi bo'lsa darhol xabar bersin. Uningcha bizmi qamalni bo'shatmay shaharga hujum qilib turaylik. Ishimiz o'ng'i tatib qolsa, shaharni elib, Xonzoda oliylarini taxtga o'ltirg'izib bo'lamdiq dehi. Bahodir sarkarning tadbiri nihoyatda o'rinliq, dedi Shayx Jamoliddin darhol Burgut Sultonni qo'llab. Shayx Jamoliddinning Xorasonga lashkar tortib bag'isi yo'q edi. U Samarqand atrofida turishni, imkon bor Sulton Abu Said Mirza bilan yuzma-yuz uchrashmaslikni, Abu Said Mirza lashkar tortib kelib qolsa, jangning ahvoliga qarab ish tutishni ko'ngliga pukkan edi. Shunday qilib, Muhammad Jo'gi Burgut Sultonning buyrug'iga bo'ysunishga majbur bo'ldi. Har qachon chaparmanlar orqali ahvol o'qishib turgan Sulton Abu Said Mirza Muhammad Jo'gi bilan Burgut Sultonning lashkar tortib yo'lga chiqqanligidan Yunusxondan burunroq xabar topgan edi. Shunga u Husayn Boyqarani qo'g'lashni darhol to'xtatib, tezlik bilan Omu daryosidan o'tdi-da, Udul Samarqandga qarab yo'lga chiqdi. Yov ahvolini o'qishib turish uchun to'xtamay chaparman mang'uzib turdi. Qaytib kelayotganligini yovga sezdirib qo'ymaslik uchun imkon bor shap chiqarmay yo'l yurdi. Shahruxiya qal'asidan oylinib o'tdi. Bu yerda saqlab turgan Pishkent o'g'lon faqatla to'ymadi. Samarqand shahrini qo'rshab turgan yov lashkarlariga tuyuqsiz hujum boshladi. Ko'p janglarni beshdan o'tkazgan Burgut Sulton bu tuyuqsiz hujumdan tamtirab qolmadi. Shaharni qamal qilishni amaldan qoldirib, qaytadan jang sepi tuzdi-da, darhol jangga kirishdi. Kech kunduz orom olmay uzoq yo'l besib kelgan Abu Said Mirzaning sarkarda lashkarlari yerib mag'duridan ketgan edi. Ular ha deganda necha vaqtdan beri orom elib yotgan dastqipchoq lashkarlarga tankilanmay yotdi. Jang vaziyatini xato mo'ljarlab qo'ydim-mi nima? Yerib holidan ketgan sarkard lashkarlarimni orom oldirmay, nemishqa oldirab jangga solgandim. Yog'i tuyuqsiz zarba berishni o'ylab, bu tarpini ajab o'ylamabdiman desam. Moshi kichikkina savallikim mag'lubiyatimga sabab bo'lib qolarmi? Taxt saltanatimni
Muhammed Jogiga mushunda xil tattirib qo'yarmanmi? Yo'q, hargiz tattirib qo'ymayman. Lashkarlarni chekindiray. Elim ulguraman. Lashkarlarni bir necha kun orom oldirg'ach, ondan jang tadbiri tuzay. Shaharga chekinib kirib olishning amali bo'larmikin? Mushundaq bo'lsa pek yaxshi bo'ladi. Abu Said Mirza lashkarlarni qanday chekindirish haqida xiyol surib turganda, tuyuqsiz dast qipchoq lashkarlarning orqa sepidan qiyoqas suran sadolari ko'tarildi. Yo lashkarlarning sepi birdan qalayim-qallashdi. Nemish yuz berdigina? Yo'ning orqa tarafiga hujum qilayotganlar kimlardir? Abu Said Mirza lashkarlarni chekindirish xiyolidan darhol voz kechdi. Dast qipchoq lashkarlarining orqa sepiga hujum qilayotganlar Yunusxonning 5000 lashkari edi. 7 kentdan yo'lga chiqqan Yunusxon dal mana mushundaq halqiliq paytda yetib kelib, dast qipchoq lashkarlarining orqa tarafiga hujum qilgan edi. Bu tuyuqsiz hujum Burgu sultonni qattiq vahimaga selib qo'ydi. Uning huduqib ketgan lashkarlari patparaq bo'lib, jang sepi buzildi. Yo'ning jangovarligini yo'qotganligini ko'rgan Abu Said Mirza qaytadan hujum tashkilladi. Ahvolning chatoqligini sezgan Toshkent amiri Shayx Jamoliddin bo'lsa, bir o'rilibla nayzisining uchini kayniga qaratdi-da, boshlab kelgan 3000 navkar bilan Burgu sultonning lashkarlariga hujum boshladi. Shuning bilan jang vaziyatida mo'ljalligisiz o'zgarish bo'ldi. Bu chaqda Samarqand shahrining hokimi Amir Majid Begmu lashkarlarini boshlab shahardan hamdamga chiqdi. Tushma-tushdan hujumga uchirgan Burgu sulton omon qolgan sarkarda lashkarlar bilan o'la tirilishiga qaramay qochdi. Ko'hak edirligi necha minglagan dast qipchoq lashkarlarining qini bilan bo'yaldi. Qonlar eriq bo'p oqdi. Jasadlar soyning teshidek do'linib ketdi. Ishning chatoqligini sezgan Muhammad Jogi bo'lsa, Burgu sulton bilan Barsa sulton Obul Xayrxonning g'azab qilishidan ansirab, ozg'ina lashkarlari bilan Shahruxiya qal'asiga qarab qochdi. Chunki Shahruxiya qal'asida sarkardasi Pishkent o'g'lon bor edi. Kutmaganda Yunusxon bilan uchrashib qolgan Abu Said Mirza hayajonini bosolmay, uni mahkam quchoqlab oldi. Meni cho'ng halokatdan qutqizib oldilar olilari, dedi Abu Said Mirza Yunusxonni mahkam quchoqlab turib. Oldimga avatgan chaparmanlar bilan yo'lda uchrashgan edim. Sizlarning bundaq dal vaqtida ulgurib kelishini hargiz o'ylamagan ekanman. Agar vaqtida kelib yo'ning orqa sepini parokanda qilmagan bo'lsalar, hozir qichiyotgani Burgu sulton emas, men bo'lar edim. Ondaq demislar olilari, dedi Yunusxon kamtarlik bilan. Yaratgan Allah egamning qudrati cheksizdir. Janobi qudrat egisining ijozatisiz qiltavermas. Biz faqat qilishga tegishlik majburiyatimizni ado qilishga tirishdik. Adolat biz tarafda bo'lg'achqa dushmanimiz xor va zabun bo'ldi. Kuchlik yog'i o'zim yolg'iz taqobil turishga ko'zim yetmay, Toshkentdagi avomning omonligini ko'zlab sulh tuzishga majbur bo'lgan edim. Dedi chiroy tatirib olib olsaq bo'lib ketgan Shayx Jamoliddin o'zini oqlashga tirishib. Yolg'ondan ol raqiblarimizga ham nafas bo'lgan bo'lib, janob qiblagohimizning tezroq kelishini kutdim. Har holda qiblagohimizning nuroniy jamoli vahshiy bosqinchilarga qarshi qilish tepishimizga madad bo'ldi. Alloh egam toj davlatlarini teg'imiz yorqag'ay olilari. Abu Said Mirza Shayx Jamoliddinning sotqinligidan ollaburun xabar topgan edi. Uning halqiliq paytda o'z tarafda turib, dushmanga qarshi turganini ko'rib, gunohini afu qilishga majbur bo'ldi. Chunki shu topda u Shayx Jamoliddinni gunohga buyursa, nomard degan atoqqa qoladi. O'ziga agashgan bir qism amirbeklarning ko'ngli soviydi. E'tiqodlari kelgay janobi amir, dedi sulton Abu Said Mirza chiroyiga zo'rg'a kulgi yugurtib. Yo'ning ichiga chandurmay kirib, muhim paytda ichi-teshidan moslashib, ajr to'p ko'rsatdilar. Sizlardan cheksiz minnatdorman. Oliylarning iltifotiga rahmat, dedi ko'ngli biroz joyiga tushgan Shayx Jamoliddin. Ijozat bersa,
Shahruxiga berib Muhammad Jogini tutib kelsam. Sultan Abu Said Mirza Shayx Jamoliddinning vahimasi texchi bisilmay, o'zidan yiroqroq turishga oldirayotganligini darhol sezdi. Ammo Muhammad Jogini tutadigan bu katta ajr to'hpini uningga bergisi kelmadi. Yani kelib uning Muhammad Jogini tirik tutib olg'isi, o'ltirib etmay bir umr nazarband qilg'isi bor edi. Chunki u Muhammad Jogini o'ltirib etsa, o'z qerindishini o'ltirib etdi degan batnomga qolatdi. Nazarband qilib yenida saqlasa, uning kang qo'saqligiga hamma odam oprin o'qiydi. Muhammad Jogini tutishga allaqachon sarkardalashkar avatdim. Sil bu ishga o'zlarini javotmislar, dedi Abu Said Mirza. Undaq bo'lsa men Toshkentga qaytay, dedi Shayx Jamoliddin imkon bor o'zini xotirjam tutishga tirishib. Xushxabar yetkazib, Toshkentga ra'yatning ko'nglini xotirjam qilay. Qaytishimga ijozat bergaylar oliylar. Shayx Jamoliddin lashkarlarini shahar sirtida qoldirib, xon bilan Samarqandga kirishdan xudiksirab qolgan edi. Uning chiroy ifodasidan ko'nglidagi andishini bilib olgan Abu Said Mirza ortiqcha huzli qilib tutib qilishni xohlamadi. Uning gunohidan kechdim. Lekin ko'ngli yana xotirjam emas. Bo'pti. Ijozat bersam beray. To'liq xotirjam bo'lsin. Ko'rsatgan shafqatimni bilsa, buningdan keyin olako'ngillik qilmas. Uni jazolash, o'limga buyurish, shu topning o'zida menga hech gap emas. Lekin mush sabab bilan Toshkentda tabriqchilik ko'tarilib qolsa, yaxshi bo'lmaydi. Uning Toshkentda haqiqatan yiltizi cho'nqur. Undaq bo'lsa janobi Amir oqyo'lliq bo'lsin. Sultan Abu Said Mirzaning osonli ijozat berganligini ko'rgan Shayx Jamoliddin bir tarafdan xush bo'lsa, bir tarafdan uningga osiylik qilganligidan, yaxshi ko'nglidan ziyoda gumonlanib ketganligidan xijil bo'ldi. Abu Said Mirza niyatini buzgan bo'lsa, uni shaharga akirmaymi, o'limga buyuryoladi. Ammo shu topda Muhammad Jogi boshlab kelgan dast qipchoq lashkarlarni mag'lub qilgani bilan Husayn Boyqara texchilar niyatidan yonmagan edi. Eng muhimi, Hirotdagi Obul Qosim Bobur Mirza texchilar tavrinib turadi. Sultan Abu Said Mirza Shayx Jamoliddinning mushu gunohi uchun uni o'limga buyursa, Obul Qosim Bobur Mirzaning ishonchidan to'liq ayrilib qoladi. O'g'li emas, boshqa amirlarmi uningdan texim ehtiyot qiladigan bo'lib qoladi. Sultan Abu Said Mirza Shayx Jamoliddinning to'pisini tortiqlash uchun o'lja ilingan otlardan 1000 tuyoq otni egar jabduqlari bilan uningga in'om qildi. Adolat panohimning iltifotiga 1000 tasanno, dedi yuragi to'liq joyiga tushgan Shayx Jamoliddin hayajonlangan holda. Bu shafqatlarni umr bo'yi unutmayman. Shayx Jamoliddin bilan odatdagi salomlashgan Yunusxon bir chetda mag'rur qarab turadi. Shu daqiqada u Sultan Abu Said Mirzaning tadbirligiga qoyil bo'lib qolgan edi. Dushmanni do'stga aylantirish hamma odamning qo'lidan kelavermaydi. Shayx Jamoliddin endi Abu Said Mirzaga bir umr sadoqatmandlik bilan xizmat qiladi. Mana buni katta fazilat, katta tadbir deymiz. Sultan Abu Said Mirza haqiqatan buyuk hukmron bo'lishga nasibga. Abu Said Mirza Yunusxon bilan Shayx Jamoliddinni ko'rishtirib, oradagi adovatni yuvib etishni ko'ngliga pukib bo'lib, yana to'xtab qoldi. U Shayx Jamoliddinning akavur, manmancha odam ekanligini obdan biladi. Menga yuz kelolmay, xonzod oliylari bilan ko'rishgani bilan chin ko'nglidan hurmat, ehtirom bildirmasi bekor. Uning ustiga bu yerda ko'ni hamonni so'rib o'ldirish afsiz. Shayx Jamoliddin o'ng'aysizlanib qolishi mumkin. Bo'pti. Yana bir fursat kelib qolar. Shayx Jamoliddin Yunusxonning ko'zlaridan o'zini imkon bor appechib turadi. Hamma ishni buzgan sen mo'g'ul. Oshchaqda Toshkent shahriga soillarda kirganingda nazarband qilgan bo'lsam bo'ptikan. Asiyali Husayn Boyqara bilan bo'lib ketgan Abu Said Mirza son ko'ngil bilishga vaqt chiqaramaydi emasmi?
Şunda qilgan bo'lsam, bugungi kunda u mening oldimda emas, men uning oldida gedib turardim. Haqiqatan jigiring, sadoqating borkan Yunusxon. Do'stlikni voyaga yetkazding. Mush yerda xo'shlashayli, dedi Abu Said Mirza Shayx Jamoliddinning xiyolini bo'lib. Toshkentdagi Alkunga salomimiz yetkazgayla. Inshaalloh, dedi Shayx Jamoliddin. Abu Said Mirza Shayx Jamoliddinni yo'lga silmitib, Yunusxon bilan shaharga kirib ketdi. Muhammad Jogini qandoq qilay deydilar oliylar. So'ridi dasturxonda g'izolanib o'tirgan Yunusxon Abu Said Mirzaga qarab. Ul Badrakni Shahruxiya qal'asiga bir umr band qilib qo'ymoqchiman. To'g'ri o'ylabdilar, dedi Yunusxon qoyillik bilan. Uning amdi on hazrati bilan qarshilashqidek holi qolmadi. Shundoq. Amdi qandoq qiladikin ko'rib boqay. Karomati bo'lsa qanot yasab uchib ketsin. Bo'lmasa saltanatimni e'tirof qilib oyog'imga bosh qo'ymag'icha ashunda qamalda yashaydi. Yunusxon Samarqandda bir hafta turgandan keyin Sultan Abu Said Mirza yo'lliq tutgan 2000 ot va 100 to'gilik so'g' salomlarni elib Yettikentga qaytib ketdi. Mush qitimliq jang bilan bu ikki hukmdorning do'stligi eng yuqori pallaga yetgan edi. Ular quchoqlashib xo'shlashdi. Milodiya 1462-yili ko'klam fasli. Atiyazning yiqimsiz g'urg'ur shamili jonni qaqshatdi. Mo'g'ulistonning poytaxti Oqsu shahrining osmonini qoplagan qo'g'ishin ranglik bulutlar go'yo Sulton Isanbug'axonning o'limiga hozir ochgandek yosh to'kiyotdi. 2 kundan beri yig'iyotgan simsim yomg'ir gohi-gohida qorg'ima aylanib qoladi. Oqsu shahrida emas, butkul Uyg'ur eli musibat qayg'usiga cho'mgan edi. Ordadan ko'tarilgan hozir qo'shoqlari Oqsu shahrining bo'lin-bushqoqlarigacha anglanadi. Xotinbozlik, sharobxo'rlikdan topgan ig'ir kasal oxiri Sulton Isanbug'axonning beshiga chiqqan edi. Oqsu shahridan chiqib to'rt tarafga chopgan chaparmanlar otlarini bo'lishiga choptirganicha o'tang langarlarda ot almashtirg'ach el yurtga musibat jakarlaydi. Har qaysi viloyat, shahar, tumanlarning baglariga xonning o'lim xabarini yetkazadi. Sulton Isanbug'axon qazo qilib 2 oy bo'lganda butkul Mo'g'uliston tavasidagi har qaysi viloyat, tumanlarning amir baglari Oqsuga to'liq jam bo'ldi. Musibat qayg'usiga cho'mgan bu amir baglarning ko'ngli sunuq, chiroylari qayg'uliq edi. Buning aksicha dodasining taxtiga chiqqan xonzoda Do'st Muhammadxon to'liq xushal ko'rinadi. Garchi marhum Sulton Isanbug'axonning qorisi Oqsu shahrining har qaysi ko'cha-rastlariga, masjid xonaqolariga yo'g'on doshqazonlar esilib, atgandan kechgacha polo dumlanib, barliq shahar xalqiga osh tortilib, to'liq hashamatlik kushtilgan bo'lsin, lekin xonzoda Do'st Muhammadxon bu qora ushtish marosimini o'zining taxtda o'ltirganligini tabriklash, tantana qilish marosimiga aylantirib o'tgan edi. Ko'cha-rastlarda kishilar nazr ishiga daxil bo'lib, marhum xonning ruhiga duo qilib, ballariga qorliq bog'lab, musibatda yurgani bilan o'rdada Do'st Muhammadxon shahona dasturxon rastlab, turli nozu ne'matlarni tayyorlatqizib, amir baglarni sharobga zo'rlayotdi. O'zi xiyli ichib olgan bo'lib, obdanli kayib edi. Bir qism amirlar yangi xonga yoshchaq bo'lish, ko'ngliga yeqish uchun allaqachon sharobga eg'iz tegishgan edi. Yana bir qism amirlar boshlarini to'van sog'inicha turli bahona sabablarni ko'zitishib, sharob piyolasiga qo'llarini uzatmay o'ltirishadi. Shayxul Islom Mavlona Tojiddinning qopiqi turilib ketgan edi. Do'st Muhammadxon hech kimning dasturxondan o'z ixtiyoricha ayrilishiga ijozat bermaganligi uchun qismanlar xolismi bu sharobbozlik so'rinida ilojisiz o'ltirishga majbur bo'lgan edi.
Sorunning toza jonlanmayotganligini sezgan do'st Muhammadxon sharob to'shtirilgan oltin jamni qo'liga ilib turib so'zladi. Biz hammamiz Allohning ilkidimiz. Yana Allohning dargohiga qaytamiz. Demoqchimanki, o'lganning keyindan o'lgili bo'lmas. Tiriklik a'lodir. Jannat makon padari buzrukimiz bo'lmish marhum xon oliylari sharobga, bazmiga to'liq xushtor kishi edi. Qazoran yaratgan egisining dargohiga safar qildi. Biz hamon o'lib ketamiz. Elimi 2 oydan beri musibat tuturganimiz yetar. Qoida bo'yicha qorliq 40 kun tutiladi. Yiroqdagi amirbaglarni saqlab 20 kun ortiq qorliq tutdik. Yig'ini keltirar, qorini chillar degan gap bor. Endi qorliq musibat oxirlashqay. Bu saltanatning toji taxti menga qaror topdi. Demaklik, bu al yurtning taxt saltanatning baxti. Baxt demaklik xushallik demakdir. Xushallik bazmiga qaytilsa, ondan maqomiga yetar. Janob amirlar, qani qo'llarga sharob kaslarini elishsizlar. Bu mening taxtda o'ltirganimni qutlug'anlari bo'lib qolsin. Amirlar xonning g'azab qilishidan qo'rqib, bir-biriga yer tegidan qarshivag'inicha sharob piyolalarini elishga majbur bo'ldi. Kichkidan deginini qilib ko'ngan Bisham, Azazul, Batxuy cho'ng bo'lgan do'st Muhammadxonning qo'ypaylini obdan tushunadigan bu amirlar uning farmoniga qarshi 2 og'iz so'z qilishga petinamay vatadi. Janob qibligahimizga ma'lum bo'lg'ay, dedi Saniz Mirzo das o'rnidan turib. Albatta qudratli panohgohimizning buyuk tasarrufimizning saltanat tizginini qo'lga olganini, taxt saltanatda o'ltirib al yurtga soyivan bo'lganini qutlashga tegishli kishi edi. Ammo shafqatlik marhum xon oliylarining qazo qilganiga texi oran 60 kun bo'ldi. Al yurtning qayg'usi besilg'ini, ular uchisidagi musibat tonlarini yashkini yo'q. Mushundaq vaqtda bazmi sharobdan yiroqroq turib, jannat makon olam panohimizning pok ruhinatlariga atab durud istig'bor o'qishimiz to'liq zarur. Mumkin bo'lsa, janob on hazratimizning bir mazgil bazmi sharobdan forig' bo'lishlarini tavsiya qilaman. Sultan do'st Muhammadxon yoqtirmaganini qilib, chiroyini purishtirdi. Saniz Mirzaga norozilik bilan qaradi. Shu daqiqada Saniz Mirzadan boshqa odam bu gapni qilgan bo'lsa, gap so'zsiz kollasidan ayrilgan bo'ladi. Kichkidan o'z bishimchi cho'ng bo'lgan do'st Muhammadxon to'liq talvi edi. Ilgari o'rinsiz buyruq talablariga sal-palla e'tiroz bildirgan, nasihat qilgan beg atga, ko'ngildosh, nökər, xizmatkorlarni yangilik bo'lganda paloq dariga tortqizib, putqollarini chaqtirib yetadi. Eg'ir bo'lganda darhol o'limga buyurib, kallasini aldiratdi. Shu sababdan o'rdadagi cho'ng-kichik amirbaglarning hammasi uningdan yolmavuzdan qochgandek qochadi. Ehtiyot bilan muomala qiladi. Nima desa labbay deb turadi. U faqat dodisi Sultan Isanbug'oxondan yiqadi. Hatto gohida dodisiga yonadi. Onasiga faqatli itoat qilmaydi. Sultan Isanbug'oxon uni orzuliq birli o'g'lim deb ro'yiga berib, oshundoq yomon o'gitib qo'ygan edi. Uning bu yomon qo'yini obdan biladigan amirlar gap qilmay turib elishgan edi. Shu topda akisi Saniz Mirzaning taqdiridan ansirgan Muhammad Haydar Mirzaning yuragi selib, vujudini qora ter bosgan edi. Xon sultonlar Allohning yer yuzidagi soyisidir. Xonning amrini tutmoqlik vojib, dedi do'st Muhammadxon o'ziga hoybagan holda cho'ngchilik bilan. Ondan Shayxul Islom Mavlona Tojiddinga qarab so'radi. Qandoq dedim hazratim? Darhaq, podshohning amrini tutmoqlik albatta vojib. Biz qibligahimizning otgan o'qlarimiz. Lekin mana fatvo degan mush emasmi? Dedi do'st Muhammadxon Shayxul Islom Mavlona Tojiddinning gapini bo'lib. Shul topda musibatni bahona qilib beoram bo'lishning nima hojati? Janobi amirlar zinhor ikkilanmasinlar.
Buyurulğucu özürlük, qılınğan iş muqarrar degan gapni hammalari bilishligu deyman. Bu har qandaq cheklash zaruriyatga yo'l qo'ydi degan e'tiborli so'zdir. Shunga marhum padari buzrukning musibat ta'ziyasidan bizlar kim buyuk saltanat tojdorining taxtda o'ltirganini qutlug'lash albatta zaruriyatdir. Shayxul Islom hazratlarini bizlar kim taxt sohibini eng avval qutlug'laydi degan umiddiman. Shayxul Islom Mavlona Tojiddin titrab ketdi. Olam panohimizga toji davlat qutlug' bo'g'ay, dedi ovozni unlik chiqarishga tirishib. Tuyuqsiz Do'st Muhammadxonning qo'llisiga Shayxul Islom Mavlona Tojiddinga sharob ishkizish orqali boshqa amirlarga o'zining shohlik surhaybisini ko'zitib qo'yish xiyoli keldi. Azaldan qo'llisiga nima kelsa shuni qilib ko'nib qolgan Do'st Muhammadxonning vujudiga shayton vasvasa selyotdi. Bu xiyol uning to'liq qiziqarli tuyuldi. Janobi Shayxul Islomga sharob berilsin, dedi Do'st Muhammadxon. Boshsaqi bir daqiqa tengirqab turib qolgandan keyin bo'sh kasidan biriga liq sharob quyib Mavlona Tojiddinga tutdi. Kichik vaqtidan boshlab Qashqar, Buxoroda ilm tahsil qilgan, qaytib kelgandan keyin Qashqardagi Sochiya madrasasida mudarrislik qilib, nurg'ulg'an talibi ilmlarni tarbiyalagan Mavlona Tojiddinning nomi Mo'g'ulistonda emas, Buxoro, Samarqand, Andijonlarda mashhur edi. Marhum Saydali olib poytaxtni Turpandan Oqsuga yetkab kelib, Sulton Isom Bug'axonni Oqsu taxtigohida o'ltirg'izganda, u Mavlona Tojiddinni o'rdining Shayxul Islomligiga tavsiya qilgan edi. Buningda u asosliq Sulton Isom Bug'axonga shariat ahkomlarini o'rgatish, saltanatini shariat qonunlari bilan boshqarish hamda uning ixlosmand islom muridi bo'lib yetishib chiqishini ko'zda tutgan edi. Gerçi Sultan İslam Bug'axon sharobxo'rlikdan mehrini uzanmagan bo'lsa-mu, Shayxul Islom Mavlona Tojiddinga alohida hurmat qilib, diniy masalalarda uning fatvo hukmlari bo'yicha ish tutib kelgan edi. Shunga o'rdadagi cho'ng-kichik amirlardan tortib, odatdagi mulozimlargacha Mavlona Tojiddindan alohida taptatdi. Uning oldidan to'g'ri o'tishga petinolmaydi. Sultan İslam Bug'axon kun oralab bomdod namozlarini uning kaynida turib o'taydi. Shayxul Islom haqoratlangandek his qildi. O'zini g'ururi payxon bo'lgandek sezdi. Qiyomat qoyim bo'lgandek, gurildab kuyayotgan do'zax o'tiga tashlanish oldida turgandek tuyg'uga keldi. Ko'zga mo'l yosh oldi. Kechirsizlar qibligohim. Kaminalari azaldan may sharob ichmayman. Do'st Muhammadxonning chiroyini birdanla g'azab bulutlari qopladi. Yuragida xirs qilib turgan mudhish bir maxluq qutrashga boshladi. Ko'zlariga qon to'ldi. Boya podshoh amrini tutmoqlik vojib degan fatvoni o'zlari bergan-ku deyman hazratim. Mavlona Tojiddin beshini egib turib javob berdi. Shundoq oliylar. Biroq shariat ahkomlariga yot har qanday amr farmon botildir. Bu eg'ir gunoh qibligohim. Taxtda o'ltirmayla amirlarning oldida mat bo'lishni o'zining sultonlik saltanatiga haqorat hisoblagan Do'st Muhammadxonning talvaligi tutgan edi. Shu topda u Shayxul Islomga farmonini o'tkazamasa, boshqa amirlarning oldida yuz obro'yi to'kildigandek, ular o'zini ko'zga ilmaydigandek tuyg'uga kelib qolgan edi. Bugun uningga bir qadah sharobni ichsimi, ishkuzaman. Ichmasimi, ishkuzaman. Meni kichik saltanat tizginini tutib o'ltirolmaydi deb ko'zga ilmaganlar ko'z tutib qo'yaman. Hozirdan boshlab farmonimga sarkashlik qilganlar chiqqila tursa, bugun qanday qilaman? Farmonimga sarkashlik qilmoqchimisiz? Mavlona Tojiddin mokkada tizlanib yalvardi. Kamina qo'llarini bu gunohga zo'rlamaslar oliylari.
Sizlardan u dunyo bu dunyo rozi bo'lib ketay. Mushi qilgan shafqatlari uchun haqqilariga umrimning oxirigacha duo qilay. To'la tiklashmisizlar. Hurmat sharobi ichmisizlar. Jazo sharobi ichidilar. O'zini tutib olgandek ko'rinadigan Do'st Muhammadxonning so'zlarida ig'ir ta'addi bor edi. So'rinda o'tirib atgan amirlarning yuraklari o'lim vahimasidan silib ketdi. Shu topda hammasi boshlarida ajal qushi ag'iyotgandek his qilishadi. Shunga hech kim oraga tushib salo qilishga petinolmadi. Shuncha yelinishlarning xonga qarqilmayotganligini sezgan Mavlona Tojiddin qattiq umidsizlandi. Vujudida qaytadan g'urur paydo bo'ldi. Das o'rnidan turib qo'l bog'ladi. Kaminalarning bu arzimas beshi albatta xon oliylarining ilkida. Ammo yanada shafqatlardan umidvorman. Alloh egamdan dillariga insof, tavfiq tilayman. Shuncha yil qilgan toat ibodatimni ul bir qadah sharobga zinhor tegishmayman. Xohlaganlarni qilsalar. Shayxul Islomning sharobni qat'iy ichmaydiganligiga ko'z yetgan Sulton Do'st Muhammadxon g'azab bilan vaqirdi. Mirg'azab! Labbay qudratli shohim, qilichlarimiz qonsirg'on, dedi Mirg'azab das o'rnidan turib. Mono xon farmoniga sarkashlik qilgan gunohkorning kollisini al. Mirg'azabning ko'z ishorasi bilan ikki jallod yugurib kelib Mavlona Tojiddinga xuddi sori cho'jiga etilgandek etildi. Ikki qo'ltiqidan tutib, doqirtib so'rab mangdi. Ah, qudratli egam. Oldingda bilib bilmay o'tkazgan gunohlarimni mag'firat qilgaysan. Inoyatingni seg'inaman, Parvardigor. Mavlona Tojiddinning echinishlik nolasidan barcha amirlarning vujudi qattiq silkindi. Lekin hech qaysi Do'st Muhammadxondan uni tilashga jur'at qilolmadi. Go'yo barliq hayotlik to'xtab qolgandek orini eg'ir sukunat bosdi. Sulton Do'st Muhammadxon amirlariga dahshat selib bir qarab o'tgandan keyin tishlarining orasidan chiqarib turib dedi. Xo'sh, endi janob amirlarni sharob ichishga zo'rlamayman. Amirlar qo'llariga sharob to'ldirilgan qadahlarni olg'inicha gurrida o'rinlaridan turishdi. Soniz Mirzamo sharob kosasini qo'liga olgan edi. Qadah tutgan qo'llari sezlarli titraydi. On hazratimga toji taxt muborak bo'lg'ay. Panohgohimiz shafoat taxtining sultonidir. Qibligahimiz adolat maydonida yegona chavandozdir. Adolat panohimizning toji taxtiga barqaror bo'lishi el yurtning baxtidir. Yomg'irdak yig'ayotgan madhiya, xushomat so'zlari Sulton Do'st Muhammadxonning g'azabini qaytardi. Chiroyiga sus kulki yugurtib tabassum qildi. Shu tapda soqiylar kosa qadahlarga sharob quyib ulgurtalmay yotadi. Amirlar xuddi baslashgandek sharob ichishayotadi. Sharob ta'sirida kayfi ko'tarilib g'arq mast bo'lgan Sulton Do'st Muhammadxon ordu sazandlarini to'litib bazmini mashrabga aylantirdi. Ordu raqqoslari sho'x padlarga moslashtirib, qosh etib, ko'z qisib, ko'kraklarini lig'irlatib, bo'yin qoslarini o'ynatib, xuluq chiqargunicha usul o'ynashmoqda edi. Dadasining hozisida bazmi sharab qilishdek azaldan bo'lib boqmagan bema'ni ish Oqsuv diyorida Mo'g'uliston xonligining o'rdasida yuz berib o'tadi. Do'st Muhammadxon to'liq xushal edi. Yangi qiliqlarni chiqarib bazmini qizitatdi. Amirlarni eli usul o'ynashga majburlasa, eli har xil o'yinlarga tashkillaydi. Amirlarning kalampay harakatlaridan, g'alat qiliqlaridan zo'xlanib kuladi. Bazmi oxirlashganda amirlar g'arq mast bo'lib ketgan edi. Bu qanday qiliq endi? Dedi atiganda inisi Muhammad Haydar Mirza bilan billa nashtaga o'tirgan Soniz Mirza ranjib.
Tönigönki iş bir elning tajdori qiladigan qiliqmi? Uningdan 3-4 yoshlik bolaning qiliqi adablikroq edi. Xonga, saltanatga o'xshamay qilyotidi. Xon oliylari bu badxo'yni tashlamaydigan bo'lsa, oba ajdodlarimiz yurak qinini sarf qilib tiklagan saltanat 6 kundalik xarob bo'ladi. Xon oliylari tex kichik, ishning yo'lini toza bilib ketmaydi. 20 yoshning qorisini olay deb qolgan bir bola oti bo'lgan odamni qandoqmi kichik degili bo'lsin, qadrli inim, dedi Saniz Mirza inisining so'zini bo'lib. Sharob ichmagani uchunla farmonim bu sarkashlik qildi deb Hazrat Shayxul Islomning kallasini oldi. Sharob ichish albatta shariat ahkomlariga xilof. Mavlona Tojiddindek din peshvosini mushundaq gunohlik ishqi bilib turib so'rladi. Bu degan diniy islomimizni oyoq osti qilganlik. Ma'qul. Xonning sharob ichishini to'sig'ili bo'lmaydi. Ammo o'zi ichganni oz deb boshqalarni zo'rlash qanday bo'ladi? Har qancha xumor tutsimi, musibat mazgilida sharob ichmasligi, bazmi qilmasligi kerak edi. Oqshom o'rdida nazr emas, to'y bo'ldi, to'y. Saniz Mirza qattiq ranjigan, umidsizlangan edi. Muhammad Haydar Mirza yo oksining ranjishiga ham nafas bo'lolmay, yoki qaynog'isi bo'lmish Sulton Do'st Muhammad xonni oqlayolmay tanqislikda qolgan edi. Sulton Do'st Muhammad xonning bu bema'ni qiliqi texi oqshom bo'lgan ish emas edi. Dadasining taxtiga o'tirgan bu 2 oydan beri kunda sharob ichib, tutamsiz farmonlarni tushirib, kimlarnidir o'rinsiz jazolab, xeyli ko'p amirlarni ranjitgan, yurak oldi qilayotgan edi. Amirlar og'zidan oshkora chiqaranmag'ini bilan fitna qilishatdi. O'g'liga nasihat qilibmi anglatolmay qattiq ranjigan xonish Oymehri xonim Sulton Isanbug'a xonning 40 to'shmayla yomonlagan hisobda turponga ketgan edi. Onasining yomonlab ketishimi Do'st Muhammad xonga faqat ta'sir qilmagan edi. Muhammad Haydar Mirza uning xato qilayotganligini obdan bilardi. Ammo o'sha norozi bo'lgan amirlarga qo'shilib fitna qilishib bersa, g'aybat shikoyatga hamdam bo'lsa, uzoq o'tmay o'rdada bo'linish kelib chiqadi. Saltanatning uli tavraydi. Buning oqibati bakmi qo'rqinchli edi. Shunga u dadasi Saydali olib qo'xshash, mayli xon qanchalik xatolik o'tkazsin, taxt saltanatga bo'lgan sadoqatidan voz kechmaslikni, toji taxtning mustahkamligini qo'g'dashni ko'ngliga pukkan edi. Ham aksi Saniz Mirzaning shunday qilishini umid qiladi. Uningcha og'i ini birlashsa, Do'st Muhammad xonga asta ta'sir ko'rsatib, uni yomon xo'ylardan tazdirgili bo'ladi. Dadasi Saydali olibmi o'z vaqtidan Sulton Isanbug'a xonning nurg'un badxo'ylarini ko'masga silib, uni bir qancha qitimliq balo qazodan qutuldirib, saltanatini mustahkamlagan, xonlik martabasini saqlab qolgan edi. Marhum Shayxul Islom Mavlona Tojiddinning o'limiga menmi echinaman, dedi Muhammad Haydar Mirza birdam o'ylanib olgandan keyin. Afsus, bo'ladigan ish bo'ldi. Endi bu ishlar to'g'riliq ko'nglimizni yerim qilmaydi. Xon oliylari kichkidan o'z beshimchi kunib qolgan. Ishlarni chiroyli so'zlar bilan boshlab olsak, o'sha badxo'ylarni tashlab, insof diyonatga yuzlanar deb o'ylayman. Sizlarcha rostdan shunday qilib bo'larmi? Avomga musibat jakorligini bilan o'zi haramdan chiqolmay yotadi. Validasi xonish Oymehri xonim turponga ketgandan keyin marhum xon otasining haramlariga ozodlik berishi, balkim ularni amir baglarga nikohlab berib, savobga yo'l ichishi kerak edi. Haramdagi mayli g'unchicha, mayli to'qonlar bo'lsin, hammasi xon oliylarining qumasidir. Quma degani o'gay yana degan so'z debdi izohatda. Tul qolgan onasini ergi berish islom shariatida katta savobdir. Biroq xon oliylari ularning haramdan chiqib ketishiga ijozat bermabdi. Otasining haramlari bilan o'zining haramlari bir yerda tursa, silichi yaxshi bo'larmi? Xon oliylarining adabga qaytarishga, fazilat yo'liga selishga mening ko'zim yetmaydi. O'zlarim ko'rdilar. Tunigan qilgan 2 qiz nasihatim uchun shunda qattiq ranjib ketdi. Agar yana 2 qo'g'iz gap qilgan bo'lsam, Mavlona Tojiddinning emas, mening kallam ilingan bo'ladi. Nasihatni anglaydigan odamga qilgan tuzuk. Nasihat qilamiz deb ig'iz puratganni oz deb,
balaga qanmaylı yana. Eng yaxşısı, onundan yiroqroq turgan afzaldek qiladi. Men bugun ijozat so'rab Yorkentga qaytaman. Mumkin bo'lsa, sizlarmi vaqtidaroq Qashqarga ketib asla. Orduning ishlarini o'zi bilgancha bir taraf qilib baqsin. Aqillarning mo'zayning yugurishi samonliqcha deydigan tamsili bor. Burniga yemigicha tuzalmaydigandek qiladi. Vaqti kelganda bu maslahat ish qilarmiz. Muhammad Haydar Mirzining akisiga yana nasihat qilishga yuzi chidamadi. Saniz Mirza Sultan Do'st Muhammad Xondan ijozat so'rab Yorkentga qaytib ketdi. Boshqa amirlar chiroyli so'zlar bilan bahona ko'rsatib, o'z viloyatlariga qaytishga oldirdi. Hurmatli anglovchilar, bugun kitobni mushakcha o'qib beray. Ko'ngil qo'yib anglaganinglarga rahmat. Xayr xo'sh, omon bo'lgaysizlar.